Hürmetli milletteşler, topşuruğunu başlap, poçtabızga kelgan qitlov xatlarin o'qib ketamiz. Onun birinchisi Nagorniy bistasi Nikolaevka rayonidan o'sha. Eligi ovulda yashovchi motor qiz Ayupova Leysan Rasimovnaga 16 oktyabrda 15 yosh to'la. Uni ko'rkam yubileyi bilan atisi Rasim, anisi Nursina, singili Dina, inisi Hamid ixlosdan tabrik etalar. Shul tilaklarga babasi Zakariya, abilari Rashida bilan Daniya da bek tilab qo'shilalar. Leysanimiz bizning 9-sinfda o'qiydi. Ул 4li, 5li bilgilarini alırga tırışa. Kızımız bizning bek tınşan, yumşak ko'ngilli. Min anisinin eng birinchi yordamchisi. 3 yoshlik inisini o'stirishga da niq yordam eta ul. Abi babayga da bek yoqimli, yumşak so'zli aniq. Bu yilgisi yilni ona jiddiy imtihonlar kuta. Bu sinovlarni da o'ngishli g'ina o'targa yozsin edi senga qizimiz. Oldagi xiyolingni o'zing tilagan o'quv yurtuna kirishga da nasib eylesin. Qadrli onig'imiz, ko'zlarimizdan yoshlarimizni sirtib, siqlanib, senga qaraymiz. Ko'zlarimizgina timasin balam. Sendaylar bizning uchun butan yo'qsaman. Sen yuragimizning tinchlig'i, shodlig'i, turmushimiz bizagi. Ya bir Allam, turmushingda nachar kishilar uchramasin. Bor xiyollaringni shinga oshirishga yazsin senga. Leysanimning yuzlarine quyosh kungan yilmayib. Yashamasin edi balam g'imringda mung'ayib. Bizning qizimiz shekilli butan balalar sirak. O'zi sabr, o'zi tiynoq, izlab olirga kerak. Rabbim o'zi saqlab yurtsin seni g'imir yo'lingda. Yazsin edi balakayim xiyollaring oshirishga. Men seni izilib yaratam, qutlayim tug'an kun bilan. Ulkan bo'lib jetishding bit 15 to'la yoshing bilan. G'imir bo'yi biz siqlanib, g'ururlanib yashayik. Bayramlaring bilan qutlab, motor jirlar berayik. Leysan, yaqinlaringiz sizni shin yurakdan yaratib, bugungi bayraming bilan qutlaylar. Bulakka jir yo'llaymiz, qabul etib olali. Her kişi